Jannatni istaganlar onasini rozi qilar. Ona buyuk, muqaddas, shubha yo'q bu fikrga. Biroq otamiz ham bor, ular ham jannat. Ona deymiz, otamiz qoladi yolg'iz. Ular bo'lmaganida bo'lmasdi o'g'il qiz. Bu ko'rkam zamonlarda ayol aziz mukannam, erkaklarga so'z qolmas, go'yo emas-ku odam. Otalarning hurmati o'soyga qo'ymaymiz, lekin onamiz ko'nglini har soniyada o'ylaymiz. Telefonga qaraylik. Qachon qildik qo'ng'iroq? Onajonim deymiz, otamiz chetda biroq. Lekin shunda ham bizni teng ko'radi otamiz, lekin mehri teng emas, ona butul hammamiz. Bolalikda, so'xlikda biz uchun bor bo'lgan. Uyga sosibgina isnon olib kirgan. O'qitdi-ku kam qilmay ko'ynimizni so'radi. Sal olis bo'lib qolsak, ko'ynimizni so'radi. Ona davlatdir, bu qadarki foydamiz. Qirolicha onalar-ku, sultonlar-ku otamiz. Sulton bo'lmasa davlat bo'lmay qoladi. Onani ona qilgan aslida otalarimiz bo'ladi. Ikkisini teng ko'raylik. Ona borki hayot bor. Otasini asragan ham jannat. Rahmat. Ukamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Bu she'rni eshitib, ma'nosini chaqsanglar, maza qilaverasizlar, ko'nglinglar rohatlanib ketadi. Ota shunaqa ulug' zotki, bizni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan borlig'imiz, davlatimiz. Vaqtida otalarimizni, onalarimizni qadriga yetmasak, keyin kech bo'ladi. Bu videoda shunday o'zimizni yaxshi ko'radigan insonimiz otamizga aytib bera olmasak ham shunday yuborib qo'yaylik-da. Shunaqangi maza qiladi otalarimiz. Bitta like bosib, komment o'z fikringizni qoldirib qo'yinglar.